Bo'limga shunaqa kecha bir bemorlar keldi, vodiydan kelishdi. Bu bemor o'sha qurilish paytida yiqilib tushganlar. Yiqilganda bo'yinda 6-7 umurtqada позвоночникda kompressionniy перелом bo'lgan. Bu holatdan keyin bemorda srazi qo'lda, oyoqda harakat cheklanish bo'lgan. Bemor siyomay qolgan, ya'ni kateter qo'yilgan, axlat ham tutilib keladi, ya'ni ich qotish kuzatilgan. Va bu bemorimizdan so'radim, nimalar qildingiz, mana shuncha payt o'tibdi, uyda nima lecheniyalar olgansiz dedim. Chunki bu savolni berishimdan maqsad shunaqa ediki, bemorni ko'rganimda oyoqlari o'zi qotib qolgan, kontraktura, reabilitatsiya qilamiz deyishsa, qilishni iloji yo'q deb qotib bo'lgan oyoq. Qo'lida sal bor edi, no tepaga yo'q. Bu bo'g'im ham qotgan edi. Desam, bu bemorimizni aytdilar, biz faqat shu har 6 oyda, 3 oyda kapelnitsalar olganmiz, ko'pincha больницада yotardik, bo'lmasa yotmasdik, u sharoitda ukolni qilardik deb aytishdi. Shunaqa gap aytdilar. Ularga shunaqa deyishganmish, yaqibi lecheniya olib tursa, qo'l oyoq o'z-o'zidan ishlab ketadi degan gap aytdilar. Albatta bu noto'g'ri. Bu nima demoqchiman? Bizda har doim agar umurtqa orqa miyada jarohat bo'ladigan bo'lsa, qo'l oyoqlarga asorat bergan bo'lsa, birinchi o'rinda to'g'ri reabilitatsiya olib borish kerak. Birinchi o'rinda to'g'ri reabilitatsiya dasturini tuzib chiqish kerak bo'ladi. Chunki bu insonga individualniy podxod kerak-da, o'zi bilan alohida ishlanish kerak. Qo'llarga melki motorikani yaxshilash kerak, ergoterapiya kerak, katta bo'g'imlar bilan ishlash kerak. Bundan tashqari oyoqda kinezoterapiya, katta bo'g'imlar bilan ishlash. Xullas, bu kasal, bunaqa holatlarda birinchi navbatda reabilitatsiyani to'g'ri olib borish kerak. Agar biz bunaqa holatda xuddi hozirgi kasalga o'xshab faqat kapelnitsa olib yotaveradigan bo'lsak, biz bu kasallikdagi asoratlarni yana ham kuchaytirib yuborgan bo'lamiz. Yana shuni aytmoqchiman, bu kasallik ko'rganimizda o'sha bel do'mg'aza sohasida juda ham katta yotoq yara bor edi. Bu ham nimani bildiradi? Bu kasalga to'g'ri parvarish bo'lmagan. Bunaqa holatda albatta biz bu yerda yo bemorni, yo qarovchilarni ayblamaymiz, lekin bunaqa bemorlarni qarovchilariga tushuntirish lozim. Chunki ular qaraydi bu bemorga. Ya'ni qarovchilarni ham o'qitishimiz va qanaqa to'g'ri parvarish qilish haqida ma'lumotlar berishimiz lozim.